Tadbirda muddatli harbiy xizmatchi yosh o'g'lonlar o'z sadoqatlarini namoyon etib, mas'uliyatli yo'lga qadam qo'ydilar. Tadbir avvalida harbiy qism saf maydoniga O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, harbiy orkestr kuy sadolari ostida olib kirildi. Shundan so'ng yosh askarlar O'zbekiston xalqi va prezidentiga sadoqatli bo'lishga, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi talablarini vijdonan bajarishga, davlat va jamiyat manfaatlarini himoya qilishga qasamyod qilishdi. Men Hayitova Manzura Hikmatov Javohirni onasi bo'laman. Mana shu o'g'lim harbiy xizmatga kelganidan xursandman. Vatanimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilayotganidan xursandman. Imkoniyatlar, sharoitlarni ko'rib biz faxrlanib, xursand bo'lib, hayajonlanib ketyapmiz. Farzandim mana hozir shunday imkoniyatlardan foydalanib, o'qishlarda o'qishi mumkin, xizmat davomida. Muddatli harbiy xizmatga kelganidan juda ham xursandman. Bu yerda bizga berilayotgan shart-sharoitlar hammasi ta'minlangan. Bu yerda masalan biz juda ham kitob o'qishga sharoitlarimiz, kutubxonalarimiz bor. Ko'p kitob o'qigan harbiy xizmatchilarga hattoki elektromobil prezidentimiz sovg'asi taqdim etiladi. Undan tashqari harbiy xizmatchilarga kasb hunar o'rgatish ishlari olib borilmoqda. Harbiy xizmatni tugatgandan keyin o'qishga kirganlar uchun ikkinchi kursdan o'qishni davom ettirishlari mumkin. Men ham bu imkoniyatlardan foydalangan holda o'qishga topshirdim. Tadbirning badiiy qismida Termiz garnizoni harbiy orkestri jamoasining turli chiqishlari tadbirga bayramona shukuh qo'shdi. Shuningdek, harbiy qismning qo'l jangi va faxriy qorovul jamoasi tomonidan namoyish etilgan chaqqon harakatlar, jangovar chiqishlar yig'ilganlarda o'zgacha taassurot uyg'otdi. Eng muhimi, ota-onalar bugun farzandlarining nafaqat jismonan, balki ma'nan ham ulg'ayganiga guvoh bo'lishdi. Tadbir so'ngida ota-onalar farzandlari uchun yaratilgan xizmat sharoitlari, harbiy qismda tashkil etilgan kutubxona hamda o'quv xonalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Ilgarigiga nisbatan hozirgi harbiy xizmatchilarga imkoniyatlar juda yuksak darajada. Har bir muddatli harbiy xizmatchi muddatli harbiy xizmatda yurgan vaqtida ham oliy o'quv yurtlariga topshirib onlayn o'qish sharoitlariga ega hozirgi kunda. Agar muddatli harbiy xizmatchi oliy o'quv yurtlariga kirmagan taqdirda ular bitta kasb egasi bo'lib harbiy xizmatdan uylariga kuzatiladi. Undan tashqari har bir harbiy xizmatchining kitobxonlik ko'nikmalarining darajasini oshirish maqsadida bosqichma-bosqich musobaqalar uyushtiriladi. Vatanga qasamyod qilgan har bir askar yurtga sadoqat bilan xizmat qilish, uning tinchligi va osoyishtaligini himoya qilish oliy burch ekanini yana bir bor his qildi. Aytish kerak, muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan yosh askarlar qalbida ana shu burch mas'uliyati yanada jo'sh urib turibdi.